Süleyman aleyhisselam Allah'ın kattı peygamberlerinden biri bolup, Allah onunğa hem peygamberlikni hem kattı padişahlıkni ata kıldı. Onun adamlardan, cin develerden ve kuşlardan koşunu var idi. Hatta şamalmu onun boysundurulup verilgen idi. Şu sebepten Kur'an-ı Kerim'de onun adamlar bilen emas, cinlar, hatta kuş jandarlar bilen bolgan münasebetler hakkında kişi kalbini acayip lerziga saldıgan kıssalar var. Bu kıssalarning biri Süleyman aleyhisselam bilen Höpöpning kıssıdır. Kıssaning mavzusila her qandaq bir kişini jalb qilishga yeterlik. Nimishqa shundaq bolmasin? Çünkü bu kıssa Allah zaminga xalifa qilib yaratgan insonlarning eng katta bir bilen odatdagi bir qush o'ltirislik qissa edi. Her xil maxluqlardan tashkil topgan zo'r qo'shinning eng oliy darajalik qo'mondoni bilan shu qo'shin ichidagi oddiy bir askar o'ltirislik munosabat edi. Allah'ның ma'sum payg'ambari bilan qo'shin intizomi xiloflik qilib xatolik o'tkazgan bir o'ltirislik munosabat edi. Qissaning qisqacha mazmuni: Süleyman aleyhisselam qushlar orasida Höpöpning yo'qolib ketganligini biladi va buning qattiq achchiq keladi. Höpöp o'zini aqlay oladigan sabab kelolmasa, uning qattiq jazo beradiganligini uqtirdi. Keyin Höpöp qaytib kelib, Süleyman aleyhisselamga Saba shahri haqida so'zlab berdi. Ondan Süleyman aleyhisselam Höpöp orqali Sabalar podshohiga xat avatidi. Deganlardan iborat: "Mening bu yerda alohida to'xtalmoqchi bo'lganim Süleyman aleyhisselamning Höpöp yo'qolib ketganligini bayqandan keyingi tunji inkosidir. Alloh taolo Sura Namlning 20-oyatida mundaq deydi: U qushlarni ko'zini kechirgandan keyin aytdi: "Menga nima bo'ldi? Höpöpni ko'rmayman-ku. Ya u yo'qolib ketdimi? Menga nima bo'ldi?" Mana bu Allohning katta payg'ambari, inson, jin va qushlarning podshohi va buyuk qo'shinning qo'mondoni bo'lgan Süleymanning qo'l ostidagi qushlardan bo'lgan qo'shin intizomi xiloflik qilgan oddiy bir askarning xatoligiga bildirgan inkos edi. Ya'ni u bu xatolikdan kelib chiqishning sababini avval o'zidan izlayotdi. Endi biz o'zimizdan rostchilik bilan so'rab boqaylik. Biz odatda boshqalar xatolik o'tkazsa uning sababi mendimi deb so'ramdik. Yoki o'zimiz xatolik o'tkazib, sababini boshqalardan izlamdik. Agar biz Süleyman aleyhisselamdek qattiq g'azablangan holatdami, sovuqqonlik bilan masalani avval o'zimizdan izlagan bo'lsak, bizning kishilik munosabatlardagi nurg'un ziddiyatlarimiz va ko'ngil g'ashliklarimiz, pushaymon nadomatlarimiz bo'lmagan bo'ladi. Allohga va u nozil qilgan muqaddas Qur'onga haqiqiy uchun bitgan musulmon qarindoshlar har qitim boshqalarda xatolik ko'rgan chig'imizda o'zimizdan "Menga nima bo'ldi?" degan savolni so'rab turaylik. Siz bir ota yoki ana farzandingizning telefonda o'yin o'ynashdan boshqa jiddiy yo'q va doim sizni o'rinsiz xafa qiladi. Bolangizga ochiqlab berishdan burun o'zingizdan "Menga nima bo'ldi?" deb so'rab beqing. Siz bir ayolingiz yaqindan beri tuyuqsiz sizga yanadigan bo'lib qoldi. Uningga 50 huquqingizni bildirib qo'yishdan burun o'zingizdan "Menga nima bo'ldi?" deb so'rab beqing. Siz bir ayol, eringiz tuyuqsiz sizni o'rinsiz tillaydigan, uradigan, qapqini ochmaydigan bo'lib qoldi. Boshqalarga eringiz haqida qaqshab berishdan, eringizga beshamlik qilishdan burun o'zingizdan "Menga nima bo'ldi?" deb so'rab beqing. Siz el ichida tunilgan aktiv faoliyatchi, ammo siz qilayotgan tashabbuslarga hech kim ovoz qo'shmayotdi va ba'zi temalaringizni haqoratli so'zlar bilan to'shqizib o'tdi. Shular haqida qaqshashdan burun o'zingizdan "Menga nima bo'ldi?" deb so'rab beqing. Siz bir muallim, o'quvchilaringizning siz o'rgatgan narsalarni o'zlashtirish iqtidori yo'qning o'rnida o'tgan darsingiz bilan hech kimning xo'shi yo'q. Topshiriq bersangiz ishlamaydi. Ularga döt, o'rin, nodon deb baho berishdan burun o'zingizdan "Menga nima bo'ldi?" deb so'rab beqing. Qisqasi, ziddiyatning tugunini avval o'zimizdan, ondan boshqalardan izlashni o'rganaylik. Alloh har birimizni eng to'g'ri yo'lga muvaffaq qilsin.